Hajga bormagan musulmon bu muborak kunlarni qanday o'tkazadi? Zulhijjaning ushbu ulug' 10 kunida musulmon banda har qanday holatda ham Alloh taoloni ko'p zikr qilishi sunnatdir. Yurganda ham, turganda ham, o'tirganda ham, yon boshlab yotganda ham, mashinaga minganda ham qalb va til Allohning zikri bilan band bo'lsin. Takbir, tahmid, tahlil va tasbihlarni ko'paytiring, chunki bu kunlar zikr kunlaridir. Zulhijjaning avvalida 9 kun roza tutish ham mustahab amallardandir. Hatto bir kun bo'lsa ham roza tutishga harakat qilish kerak. Bu haqda hadislar rivoyat qilingan va salaf solihlarimizdan ham bu amal sobit bo'lgan. Roza gunohlarga kafforat, nafsni poklovchi va insonni do'zax hamda yomonliklardan to'suvchi qalqondir. Ayniqsa Arafa kunining rozasi hajga bormagan musulmonlar uchun ulkan sunnatlardan biridir. Arafa rozasi 2 yillik, o'tgan va kelayotgan yil gunohlariga kafforat bo'lishiga umid qilinadi. Shunday ekan, gunohlaringiz Arafa kuni quyosh botishi bilan birga botib ketishiga haris bo'ling. Bu kunlarni g'aflat bilan emas, ibodat bilan o'tkazing. Qur'on tilovatini ko'paytiring, iloji bo'lsa xatm qiling, sadaqani ko'paytiring. Qarindosh urug'lar bilan aloqani mustahkamlang, qalbni hasad, g'iybat va adovatdan poklang. Chunki bu kunlar savdo kunlari emas, najot kunlaridir. Balki aynan shu kunlarda qilingan bir duo, bir sajda yoki bir tomchi ko'z yosh Allohning rahmatiga sabab bo'lar.